Harbiy mashg'ulotda Rossiya qurolli kuchlari 2 kun ichida NATO kuchlarini Litvada mag'lub etdi. Pokistondagi masjidda bomba portladi. 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. Lavrov AQShning Ukrainadan qutulish istagi haqida gapirdi. Otabek Umarov nomidan sportchilarga fake xabarlar yuborilmoqda. Agar Hamas qurollanishni to'xtatmasa, ular shunchaki yo'q qilinadi. Endi esa bizda batafsil. Sankt-Peterburg, Moskva va Moskva oblasidagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, INN, SNILS, проверка запрет xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar ushbu xizmatdan foydalaning. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga yoki WhatsAppdan murojaat qiling. Pokistondagi masjidda bomba portladi. 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. 6-fevral kuni Pokistonning Islomobod shahridagi masjidda portlash sodir bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Islomobodning Tarlai Kalon hududidagi Imom Bargah Qasr-e-Hajitatul Kubra masjidida kuchli portlash sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, xudkush terrorchi tushdan keyin masjidning asosiy darvozasida portlovchi moddalarni portlatgan. U kirish eshigi oldida qo'riqchilar tomonidan to'xtatilganiga qaramay, ichkariga kirishga harakat qilgan. Portlash masjid darvoza konstruksiyasiga jiddiy zarar yetkazgan. Yaqin atrofdagi binolarning derazalarini sindirgan. Mamlakat poytaxtida juma namozi vaqtida masjidda yuz bergan portlash oqibatida kamida 31 kishi halok bo'ldi. 169 kishi jarohat oldi, deydi tuman ma'muriyati vakili Dawn nashriga. Ayni vaqtda qutqaruv va qidiruv ishlari boshlangan. Jarohatlanganlar Pokiston tibbiyot fanlari instituti va yaqin atrofdagi boshqa shifoxonalarga ko'chirilmoqda. Politsiya butun hududni o'rab olgan va sud tibbiy dalillarni to'plashni boshlagan. Hozircha hech bir guruh portlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgani yo'q. Harbiy mashg'ulotda Rossiya qurolli kuchlari 2 kun ichida NATO kuchlarini Litvada mag'lub etdi. Bu haqda Insider ma'lum qildi. Die Welt va Helmut Schmidt universiteti harbiy o'yinlar markazi birgalikda Rossiyaning Litvaga bostirib kirishini simulyatsiya qiluvchi mashg'ulotlar o'tkazdi. Simulyatsiya natijalari Yevropa davlatlarining bunday hujumga tayyor emasligini ko'rsatdi. Harbiy o'yindagi ssenariy bo'yicha Rossiyadagi 15 ming harbiy bilan bir necha kun ichida Boltiq mintaqasida NATO kuchlari ustidan g'alaba qozondi. Mashg'ulotlarda Germaniya va NATOning sobiq yuqori martabali rasmiylari, parlament a'zolari va xavfsizlik bo'yicha ekspertlar ishtirok etdi. Ssenariyga ko'ra, Rossiya Kaliningraddagi gumanitar inqiroz bahonasida Litvadagi Mariupol shahrini egalladi. Shahar Rossiya va Belarus o'rtasidagi muhim tugun hisoblanadi. Rossiya dronlari tezda asosiy yo'llarni nazorat qilib, Litvada joylashgan nemis brigadasining harakatini to'sdi. Mashg'ulotlarda Polsha xavfsizlik eksperti Bartlomiy Kot Polsha bosh vaziri rolini o'ynadi. Uning xulosasiga ko'ra, Rossiya eskalatsiya boshlanganda yevropaliklar darhol vaziyatni yumshatish yo'llarini o'ylay boshlaydi. Litva mudofaa shtabi boshlig'i kontra-admiral Giedrius Premenetskasning ta'kidlashicha, Litva va uning ittifoqchilari oldindan zarur chora ko'rganida bunday ssenariyning oldini olish uchun yetarli razvedka ma'lumotlariga ega bo'lishi mumkin. Otabek Umarov nomidan sportchilarga fake xabarlar yuborilmoqda. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Otabek Umarov nomidan bir qator taniqli sportchilar hamda sport hamjamiyati vakillariga xabarlar yuborilayotgani kabi holatlar uchramoqda. Ushbu xabarlar fake akkauntlar tomonidan tarqatilmoqda va bu firibgarlikka urinish hisoblanadi. Shuni ma'lum qilamizki, o'zbek sportiga oid barcha xabarlar va bayonotlar faqatgina O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasining rasmiy axborot resurslari yoki federatsiya hamda assotsiatsiyalar orqali e'lon qilinadi. Olimpiya qo'mitasi bunday xabarlarga ishonmaslik, ularga javob bermaslik, shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etmaslik hamda shubhali akkauntlarni zudlik bilan bloklab, ularga nisbatan shikoyat yuborishni so'ramoqda. Agar Hamas qurollanishni to'xtatmasa, ular shunchaki yo'q qilinadi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, harakat vakillari Isroil-Falastin mojarosini tartibga solish bo'yicha kelishuvning ikkinchi bosqichida qurollardan voz kechishga rozi bo'lgan. Endi Hamas qurollanishni to'xtatishi kerak. Ayrimlar bunga shubha bildirmoqda. Ammo Hamas mazkur shartga rozi bo'lgan, deydi Tramp. Tramp shuningdek 2025-yil oktyabr oyida Falastin va Isroil o'rtasidagi urushni yakunlanganini eslatib, bu orqali minglab insonlar hayotini saqlab qolganini va Yaqin Sharqda tinchlik
tinchlik o'rnatishga erishganini ta'kidladi. Bundan tashqari AQSh yetakchisi o'zining tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlari tufayli kelishuvning birinchi bosqichida Hamas Isroilga barcha garovga olinganlarni qaytarganini qo'shimcha qildi. G'azo sektori bo'yicha kelishuv Isroil va Hamas o'rtasida 2025-yil 9-oktyabrda imzolangan bo'lib, aynan shu kuni Donald Trampning tinchlik rejasining birinchi bosqichi boshlangan. Mazkur reja doirasida Hamas barcha garovga olinganlarni ozod qilishga, Isroil esa qo'shinlarni kelishilgan chegaralargacha olib chiqishga rozi bo'lgan. AQSh prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkov 14-yanvar kuni prezident Tramp tomonidan taklif etilgan 20 banddan iborat tinchlik rejasining ikkinchi bosqichi boshlanganini e'lon qilgandi. Lavrov AQShning Ukrainadan qutulish istagi haqida gapirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukraina masalasini AQShning sobiq prezidenti Jo Bayden ma'muriyatidan qolgan istalmagan meros deb hisoblaydi va undan qutulishga intilmoqda. Lavrovning ta'kidlashicha, Amerika tomoni Ukraina Bayden ma'muriyati davrida Rossiyaga qarshi pozitsiya tufayli global kun tartibining markaziga chiqqanini, uning so'zlariga ko'ra, AQSh vakillari mazkur muammoni hal etish zarurligini bildirib, Rossiya pozitsiyasini tushunishlarini va mojaroni bartaraf etish istagini izhor etgan. Vazir shuningdek, Amerika rasmiylari hamkorlikni qayta tiklash istiqbolini aynan Ukraina muammosini hal etish bilan bog'layotganini qayd etdi. Uning aytishicha, bunday fikrlar Amerika delegatsiyalari tomonidan maxfiy uchrashuvlarda bir necha bor bildirilgan. Lavrov avvalroq Moskva AQShning Ukraina bo'yicha muayyan murosa taklifini qabul qilishga tayyor bo'lganini, ammo bu Yevropa va Kiyev tomonidan to'xtatilganini aytgandi.